Assalomu alaykum, hurmatli Lider O'zbek YouTube kanalimizning kuzatuvchilari va jonzot ishqibozlari. Men bu videoni o'zim chiqishimdan sabab, chunki Burgut bilan video qo'yganimda bu akamani videoning tepasiga yozuv meniki zo'r like yig'ibdi deb qo'yibdilar. Joningiz omon bo'lsin, birodarim. Bu videoni otganimdan sabab ishonib qolmanglar bunaqa kommentariyalarda. O'sha Burgut bilan chiqayotgan bola ham o'zimman. Har bitta jonzot o'zimizning jonzotlarimizga she'rni qo'yapmanmi, boshqa jonzotlarni qo'yapmanmi? Hammasi o'zimizning jonzotlar. To'g'ri, boshqa davlatdan ham jonzot boqayotganlarning videosini olib qo'yapman. Va Burgut bilan qo'yayotgan videolarim balki eski videolardir. Chunki men oldindan Instagramda auditoriyamni yuritib kelganman. YouTube'da yangi ochilgan kanalimiz. Bundan xabaringlar bor. Yaqindan video qo'yishni boshladim. Hali bir oy ham bo'lmadi, adashmasam. Instagramda o'tib ko'rsanglar, hammasi o'zimniki. Har kun story qo'yib boraman Instagramda ham. Shuning uchun aytaman, bunaqa kommentariyalarga ishonib qolmanglar iloji boricha va kanalimizni har doim poddersha qilib, like, podpiska, kommentariyalarni bomba qilib tashlanglar. Inshaalloh bundan ham ko'p jonzotlarning videolarini chiqarishga va keyinchalik har bitta jonzot haqida alohida maslahat berishga ham alohida videolar qilib joylashtirib boramiz. Hammaga sog'lik, omonlik, kanalimizni kuzatishda davom etinglar.